Kievdagi Karim bog'ida juda ham ko'p mana ko'chatlar sotilishni boshladi. Uzum, anjir, shaftoli, olma, nok, olmaning turlari. Juda ham ko'p mana. Har xil mana. Bu ko'chatlarda esa archa, isiriq va hokazo qisqasi daraxtning turlari hammasi bor ekan. Mashalloh, hozir u yerlarga ham o'tib ko'ramiz. Bu nimadan degan? Tayyor daraxtdan. Tayyor. Uyingizni oldiga dekorativniy mana bunday daraxtlar deysizmi, qarang. Tutlar. Mana bunda kapa tut deydimi? Pastga o'sadigan tutlar. Archalarning turlari. Har xilidan bor ekan. Hozir so'rab ko'raman, agar nomer bo'lsa pastda qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib kelasizlar. Bunday aytganda juda ham ko'p ko'chat sotiladigan. Uyingizni oldiga, ko'cha boshlariga ekib qo'ysangiz, bahri dilingiz ochiladi bu archalarni ko'rib qarang. Chiroyli. Chakalay zo'r. Archalari. Har xilidan. Bu mana nima aytdi? Asosiy ko'chatlar bor ekan. Bu nima ko'chat ekan? Gilos ko'chat, qo'qon gilos. Menimcha, bu yerda ham gilos ko'chat. Mana bu nima? Bu shaftoli, adashmasam shaftolilar ekan. Tutlarning turlari. Terak bor ekan. Mana katta 3-4 yillik shekilli. Qo'qon giloslari bor ekan. Archalar, o narada gullabdi ham qarang, mashalloh. Qani hozir o'zimiz ham hozir 5-10 ta gilos ko'chat, olma, shaftoli bir narsalar qilib olib ketaman deb keldim atay. Obar ekamiz inshaalloh barakasini bersin. Kelarasizlar. Telefon nomerini so'rayman, agar xo'p desa, pastga yozib qoldiraman inshaalloh. Hurmatli suvda ham bor ekan mana. Shu ko'rib turgan mevalaringiz hammasi bor ekan. Qarang, chiroyli olmalar, turetskiy nektar deyapti. Anjir, shaftoli, kivi, nok. Tak, oshbehi deyapti.